Nihoyatda qo'rqish kerak bo'lgan jihati, ya'ni bu surani eng qo'rqitadigan jihatlaridan biri shuki, qiyomat kuni biron bir haq qolib ketmaydi. Biron bir haq qolib ketmaydi. Hattoki mana hadisda keladi, shoxi bor bo'lgan qo'ydan shoxi yo'q bo'lgan qo'y suzilgan bo'lsa, ya'ni haqqo beriladi. Vaholanki o'zi hayvonlar tuproqqa aylanib ketadi, ular jannat jahannamga ketmaydi, lekin qarang, tuproqqa aylanib ketishidan avval haqlar olib beriladi bir-biriga. Insonlardan batari qavlo. Shuning uchun insonlar masalan kim bir-birini urgan bo'lsa, so'kkan bo'lsa, haqorat qilgan bo'lsa, molini o'g'irlagan bo'lsa, ya'ni haqqiga xiyonat qilish masalalar. Bularning hammasi uchun javob bor. Shunday ish qilib yurgan kishilar namozga kirganda Maliki yawmiddin deganda qo'rqish kerak. O'ziga eslatma bo'lishi kerakki, ey ogoh bo'lgin,